Onajon, kuyovingizni yozganlaridan tashqari men sizga shu bilan 6-xat yozishim. Va'da ma'lum bo'lsinki, kuyovingiz va qudalaringiz salomatdirlar. Sizni va otamni juda sog'indim. Agarda og'iroyoq bo'lmasam edi, Marg'ilonga uchib borar edim. Mishka kundoshi zarar berdi. O'zi iqror bo'ldi. Bo'ldi? Ha, nazarimda aqldan ozgan ko'rinadi. O'g'lim uni haydab yubordi. Xudo xayringizni bersin. Qilsangiz ham davosini toping. Iltimos. Shifo topsa ajablarga. Tinchaning jonim. Vujudim yonib ketyapti. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyi! Dada! Tinchaning jonim. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyi! Dada! Otabek. Dadam chaqiryapti. Boring. Bekam. Bekam. Kumush! Ikki yosh qalb ardoqlagan sevgi va vafo, jafokash el orzusi, baxt va haqiqatga erishmoq umidlari zulmatli kunlar qa'rida ana shunday xazon bo'ldi.